Avvalambor assalomu alaykum. Men Farg'ona davlat texnika universiteti ishlab chiqarishda boshqaruv fakulteti S28-23 guruh talabasi Ne'matov Elbek bo'laman. Mana hozir bizga berilgan vazifa iqtisodiy tahlil bo'yicha kredit tahlil omillari mavzusida bir Saya mobil do'koniga keldik va bu yerdagi marketolog Abubakir Turdaliyev bilan suhbat olib boramiz va bizga kerak bo'lgan barcha ma'lumotlarni bizga yetkazadigan umiddamiz va undagi barcha o'sha o'zining bilimlarini bizga beradi degan umiddamiz. Marketolog Abubakir akamizning shu 5-6 yillik tajribasini o'zimizda mujassam etib, kelajakdagi yosh avlodlarga ulashamiz va qo'limizdan kelgancha shu yo'nalish bo'yicha yangi injener, yangi ma'lumot, yangi tajribalar o'zimizga olamiz va kelajakda biz ham bizdan so'ragan yosh avlodga ulashamiz degan umiddamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, keling. O'zingizni tanishtirsangiz. Men Saya mobil marketologi Turdaliyev bo'laman. Xo'sh, nima xizmat? Sizda hozirda 5 ta savolimiz bor. Shuning bilan bizni tanishtirsangiz, bizga shu haqida ma'lumot bersangiz. Xo'p, birinchi savolimiz shunday iboratki, kredit hajmi o'zi nima? Kritik hajmni umumiy qilib javob berganimizda, kritik hajm darajasi korxona zarari ham kelmaydi, foyda ham olmaydi. Bunda chiqarish bilan sotish hajmi bir xil bo'ladi. Bu sotishda tushum xarajatlari teng bo'ladi. Ikkinchi savolimiz shunday iboratki, kritik hajm darajasi qaysi omillar ta'sir qiladi? Kritik hajm mahsulotning narxi, doimiy xarajatlari, o'zgaruvchi xarajatlar va sotish hajmiga ta'sir qiladi. Keyingi savolimiz, omilli tahlilning mohiyati nimada? Omilli tahlilda natijaga ta'sir qiluvchi omillarni alohida o'rganish va ularning ta'sir darajasi aniqlash usulidir. Hop. Keyingi savolimiz, kritik hajm tahlilining korxona uchun ahamiyati qanday va qay darajada? Xo'p, bu tahlil korxona zarar ko'rmasligi uchun qancha mahsulot ishlab chiqarish yoki sotish kerakligini aniqlashga yordam beradi. Bu hamda xarajat va foydani rejalashtirishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Hop, keyingi savolimiz shunday iboratki, kritik hajm nuqtasi qachon yuzaga keladi? Kritik hajm nuqtasi korxonaning jami tushumi, jami xarajatlar teng bo'lgan paytda yuzaga keladigan bu holatda foyda ham, zarar ham ko'rilmaydi. Shuning hisobiga bu nuqta hajm nuqtasi deyiladi. Hop, oxirgi va so'nggi savolimiz shunday iboratki, kritik hajm darajasi kamayishi nimani anglatadi? Xo'p, kritik hajm darajasi kamayishi korxonalar kamroq mahsulot sotib, ham keyin zarar ko'rmasligi uchun kamroq bozorga kritik hajmda mahsulot sotishda xarajatlar kamayishi yoki foyda marjasi oshganini ko'rsatadi. Aka, hozirgi yangi ishga kiruvchi, yangi o'rganuvchilar uchun qanday qo'llanma bera olasiz? Qanday? Hozirda yangi o'rganuvchilar uchun eng muhim maslahatimiz bu nazariya bilan amaliyotni birdaniga olib ketish. Formulani faqat yodlash kerak emas, amaliyotda foydalanish kerak. Chunki tushunish, formulani yodlash borki, uni formulaga tushunish bor. Chunki tushunmagan mavzuni so'rashdan uyalmang va ko'proq masala ishlashga odatlaning. Shunda marketing tahlili va iqtisodiy hisob-kitoblarni o'rganish ancha osonlashadi. Shunga misol foydalangan formulalaringiz yoki marketing ishlaringiz bo'yicha faqat amaliyotdan foydalaning. Faqat nazariya bilan amaliyotni ikkalasini bir vaqtda olib borganingiz ma'qul bo'ladi. Shunda siz yodingizda qoladi, ham ishingizni ancha mustahkamlanadi. Rahmat aka, mana shunchalik bilimingizni, shunchalik amaliyotingizni bizga o'rgatdingiz. Xudo xolasa biz ham bundan keyingi o'rganuvchilar, yangi talabalarni, o'zimizga o'xshagan talabalarni o'sha keyingi hayotdagi yo'nalishlarga yordam berib, sizdan amaliyotga ega bo'lamiz. Rahmat. Xo'p, mayli, sog' bo'lasiz.